Nega har bir homilador ayolning qorni har xil ko'rinadi? Aytishadi-ku, falonchini qorni 7 oyligida ham bilinmaydi, a falonchini qorni 4 oyligidan kattalashib ketgan. Aslida bu sir emas, ilmiy asoslangan holat. Kelinglar, buni asosiy 3 ta sababini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, bola joylashuvi, chanoq ichidami yoki yuqoridami? Ba'zida bola pastroqda, ya'ni chanoq ichida joylashadi. Shunda qorin unchalik oldinga chiqmaydi, kengroqqa yoyiladi. Agar bola yuqoriroq joylashgan bo'lsa, qorin oldinga chiqib ketgan ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchisi, onaning tana tuzilishi, bo'yi, beli va mushaklari. Qaddi qomati ingichka, beli tor ayollarda qorin oldinga ko'proq chiqadi. Yelkasi, beli keng ayollarda esa bola ichkarida yashiringandek ko'rinadi. Shuningdek, ilgari tug'ruq bo'lganmi yoki yo'qmi, bu ham mushaklar tarangligiga ta'sir qiladi. Uchinchisi, homilaning soni va o'sish sur'ati. Agar egizak bo'lsa, tabiiyki qorin kattaroq bo'ladi. Ba'zida esa homila yirik bo'ladi. Shuning uchun qorin erta kattalashadi. Shuningdek, har bir bola har xil tezlikda o'sadi. Bu ham muhim ahamiyatga egadir. Har bir qorin o'ziga xos, o'z tarixiga ega. Katta yoki kichik farqi yo'q. Muhimi, ichkarida sog'lom hayot o'sayotganidadir.